Erim menga sovg'a olib kelibdi-ku. Dildorga aytaman. Yo, Nigoga telefon qilaman. Yo, Kamashga aytaman, hammasiga o'zi yetkazadi. Avval o'zimga bir qarab olay. Kamash, senga zo'r yangiligim bor. Yana bir kelaga ozdingmi? Yo, undan ham zo'r yangilik. Erim sovg'a olib kelibdi. Nima sovg'a ekan? Hali ochganim yo'q. Keyin yana gaplashamiz. Uyda yig'ishim kerak. Bunaqa virsigan uyga erdi kutib bo'lmaydi. Voy, hali ham meni yaxshi ko'rarkan sovg'a olib keldi. Voy, avval yig'ishtirishim kerak-ku. O'zimni 16 yoshar qizdek his qilyapman. Hayajonlanma. Hayajonlanaman-da. Nima ekan bu iPhone emas? Planshetmi? Yo, Dyson. Kamash, Ha, Aziz, nima deysan? sani ering sovg'a olib kelmadimi? Havas qil sevishganlarga. Voy, tomi ketganmi buni? Bu boshqa gap, chiroyli qiz bo'ldim. Uyga asbijitni sepish kerak. Ko'ylakni alishtiramiz. Voy, yosh o'tgani bilinyapti. Jin ursin. Changlarni aytdim, salatlar tayyor, ovqat qilingan. Voy, Shahzodam keldi. Assalomu alaykum turmush o'rtog'im. Stol ustiga sovg'a turibdi. Buxgalterimiz Tatyanaga olganman. O'shan olib chiqib ber. Tatyanagami? Ha, ko'rdim. Olib chiqaman. Menga emasmidi sovg'a? Hozir. Turib turing, ketib qolmaysiz, ha? Hozir. Mana shu sovg'ami? Bu sovg'a Tatyanagamidi? Birinchi o'rinda xotinni o'ylash kerak, xotinga sovg'a olib kelish kerak. Bolta qani?